Mana bu nimaligini kim biladi? Toshkentda ushbu qonun o'zi amalda ekan. 1 soat parkovka 12 ming so'm, to'lanmaganlik uchun jarimasi ham bor. Mana shu hamma hozir turgan mashinalar hammasi soatiga 12 ming so'm pul to'lashadi. Bitta akamiz hozir yuribdi shu yoqda, hamma mashina rasmiga oladilar va o'sha rasmga olingan mashinalar hammasi majburan 1 soatga 12 ming so'm pul to'laydi. Bitta o'rtog'im davlat xodimi. O'rtoq deyapti, ertalab ishga kelaman, mashinani qo'yaman, 8 soat ishlayman deyapti. Bir kunda 96 ming so'm stoyanka uchun pul to'layman deyapti. Davlat xodimi bo'lib turib, bir oyda salkam 3 million stoyankaga pul to'lar ekan. Hozir butun poytaxt bo'ylab ushbu qonun amalda. Agar buni to'lamasangiz agar 202 ming so'm shtraf berar ekan. Xullas, butun O'zbekiston bo'ylab ham ushbu qonun amalda bo'lar ekan vaqt soati bilan. Tayyor turinglar xullas.